Doktor, obunachilarimizdan kelgan savol. Farzandim 4 yoshda, juda ham serharakat, giperaktiv. Bu holat normami yoki kasallikmi? Juda ham to'g'ri savol. Hozirda ota-onalarni qiynab kelayotgan dolzarb muammolardan biri. Bu 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda stereotip bo'ladi. Stereotip bu ma'lum bir harakatlarni qayta takrorlash. Bu o'z-o'zidan 3 yoshdan keyin o'tib ketadi. Agar 3 yoshdan keyin ham bu holat kuzatilayotgan bo'lsa, bu patologik holat, davo choralarini ko'rish kerak. Ba'zi holatlarda giperaktiv bolalarda tiplarga oid, ya'ni xollerik, sangvinik, flegmatik, melanxolik degan tiplarimiz bor. Tiplarga oid holatda giperaktiv, harakatchan bo'ladi, lekin maktab, bog'cha bilimlarini olishda qiyinchiliklar tug'dirilmaydi. Ularning diqqat yetishmovchiligi kuzatilmaydi. Bu holat norma. Agar diqqat yetishmovchilik kuzatilib, maktab, bog'cha programmalarini o'zlashtirishga qiynalayotgan bo'lsa, bizning qabulimizga murojaat qilishingizni so'raymiz. Bu holatda davo choralarini ko'rish kerak.